Birlashgan Arab Amirliklari va Misr Arab Respublikasi televideniyalari hamda Qohira ovozi radiosi hamkorligida suratga olingan. Muhammadur Rasululloh. Asar muallifi Abdulhamid Juda An-Najjar. Ssenariy va qo'shiqlar muallifi Abdulfattoh Mustafa. Bosh rollarda Shukri Sarxon, Mahmud Al-Malihi, Amina Rizq, Tawfiq Aldaqan, Abdulmunayim Ibrohim, Hamdi G'ays, Laylo Tohir, Abdurrahim Zarqoni, Badruddin Jamjum, Sano Mastar, Rishvan Tawfiq, Ashraf Abdulg'afur, Anvar Ismoil, Muhammad Ad-Dafravi, Hamza Shiimi, Abdul Hafiz Al-Fatawi, Vajdi Al-Arabi, Zakariya Sulaymon, Ahmad Mohir, Samira Muhsin, Abdulaziz G'unayim Muhammad Ash-Shubayhi, Mustafa Abdamirdosh Said Abdulkarim, In'om Al-Jiritli, Somiya Amin, Ahmad Abdulvoris, Sabti Abdulmunayim. Tasvirchilar Abdulloh G'ays, Firdavs Abdulhamid, Jamol Ismoil, Rafat Fuhaym Nabil Al-Falkhari, Muhammad Bakhsh, Fadiya Abdulg'ani. Qo'shiqlarni Yosmin Al-Hayyom ijro etgan. Bastakor Jamol Saloma, musiqa rahbari Ahmad Abu Zayd. Rejissor Ahmad Tantavi. Birinchi qism.
Bekim, qo'q tunda shunday bemahal paytda ko'chaga chiqmoqchimisiz? Tezda qaytaman. Parvardigorimiz nurfidosi Shamash o'z nurini mash'um ufqdan olam uzra sochmay turiboq qaytib kelaman. Umitalla, seni ilohlar cho'risi deb atasam maylimi? Axir sahroyi odamlar ayolni shunday deb ataydilar-ku. Bilasanmi, ey Umitalla, Bobuldagi kohinlarning muqaddas boshlig'i menga odam yuborib, barcha ilohlarning ilohi sanalmish Marduxning haykalini yasab berishni so'rabdi. Shuning uchun ketayotirman. Shartmi? Bunchalar shoshilishingiz? Haykalni shu yerda yasab, so'ng borsangiz ham bo'ladi-ku. Yo'q, haykalni men o'sha yerda yasab berishim kerak. So'ragan haykalning hajmi katta. Undan keyin bosh kohinning biron bir tavsiyalari bo'lishi mumkin. Qadimdan qolgan odat bo'yicha ilohlar ilohi Marduxning haykali katta marosimlarda ochiladi. Siz hali otangiz Nohir bilan ham xayrlashmay ketmoqchimisiz? Qanday qilib xayrlashmay ketay? Otamning huzurlarida bo'lib keyin ketaman, chunki otam yulduzlarga qarab men haqimda ron ko'rishlari kerak. Unda qaysi kun jo'nashim xosiyatli ekani ma'lum bo'ladi. Bizning shahrimizda otamdan o'tkir kohin yo'q. Otamning ilmlaridan saboq olish uchun hatto Bobildan ham kelib turadilar. Unda hozir qayoqqa ketyapsiz? Safaringiz oldidan men bilan ham xayrlashni unutayozdingiz. Sen so'riga yotib, biroz orom ol. Hech narsani o'ylama. Men ham Bobilga olib keting. Men ham o'sha yerda buyuk Marduxga sig'ingim kelyapti. Jonginam, seni kelasi yil olib boraman. Axir yaqinda farzand ko'rasan, ibodat uchun egilib bukilishing juda qiyin. Senda meni ol. O'zingni qiynashing hech keragi yo'q. Axir men seni olib keta olmayman. Bordi-yu ilohlarga qurbonlik qilishni xohlasang, ertaga ilohimiz Nannaning ibodatxonasiga borib qurbonlik qil. Axir u oy xudosi, sha'ni ulug'. Men qurbonlikni buyuk Mardux huzurida qilsam devdim. To'g'ri, to'g'ri. Mardux ulug' tangri. Unga hech shubha yo'q. Lekin bu yerdagi Nanna o'sha Marduxning o'rinbosari hisob. Qurbonligingni shu yerda qilsang ham o'taveradi. Sen uyimning fayzu barakasi, hayotim nurisan, ey Umitalla. Sahroyi odamlardek meni ilohlar cho'risi deb atayvering. Seni xotiring naqadar kuchli. Ey ilohlar cho'risi. Seni buyuk tangrilarimning panohiga omonat tashlab ketaman.
meni buyuk tangri Marduk yubordi. Uning muqaddas bo'ynidir bu, mening bo'ynim emas. Bu og'iz ham uning og'zidir. Bu duolar ham uning duolaridir. Ey yovuz ruhlar, Ozarning o'g'lini tinch qo'yinglar. Ey yovuz ruhlar, Ozarning o'g'lidan nari ketinglar. Ey yovuz ruhlar, daf bo'linglar, daf bo'linglar. Ey cho'ri, yurgan narsalarimni hozirladingmi? Ha, xo'jam. Mana ularning hammasi. Uchta yoqut, 3 idishda kunjut sharbati, 3 idishda yomg'ir suvi bilan asal. Tuz qani? Mana xo'jam. Bularni hammasini olda ibodatxonaga bor. U yerdagi 3 buyuk ilohning oldilariga bularni qo'ygan. Ya'ni oy xudosi Nanna, quyosh xudosi Shamash va ilohlarning ilohi Marduk. Ey buyuk Marduk, Rabbim va barcha ilohlarning Rabbi. Siz uchovingiz doimo va mangu odamlar xizmatidadirsiz.
Kunduz odamlar quyosh xudosi Shamash himoyasida. Kechalar esa oy xudosi, buyuk ilohimiz Nanna himoyasida bo'ladilar. Biror kecha Nanna ko'rinmay qolsa, odamlar zulmatda qolurlar. Ey buyuk Marduk, mana bu yonimdagi o'g'lim Ozar bo'ladi. U seni xodiming. Kecha Bobilga sening xizmatingda bo'lmoq uchun jo'namoqchi edi. Men uni to'xtatib qoldim. Oldin senga bir qurbonlik qilsin dedim. Bu qo'y senga fido bo'lsin Ozardan. Bu qo'y fido bo'lsin senga Ozardan. Qo'yning umri ham sening umringga qo'shilsin. Uning boshi sening boshingga, gardani sening gardaningga, ko'ksi sening ko'ksingga fido bo'lsin. Uning bu qurbonligini qabul et. Qabul et. Ey Ozar, men sen bilan faxrlanaman. Men senga tangrilarning haykallarini yasashni o'rgatdim. Sen bu borada shahrimizning eng mohir ustasiga aylanding. Ey o'g'lim, sen muborak insonsan. Sen kelajakda ulug' shon va shavkatga ega bo'lursan. Men bir tush ko'rdim. Emishki, osmonda bir nur sening pushti kamaringdan chiqib, olamni yoritib turibdi. Bas shunday ekan, xotiningni ko'zi yorib, to farzand yorug' dunyoga kelgunga qadar sen erta-yu kech sajda qilib tangrilarga sig'in. Otajon, men bir itoatkor bandaman. Men istardimki xotinim qiz tug'sa, uni ibodatxonaga nazr qilib bersam. Qohina ayol bo'lsin deysanmi? Ha, otajon. Tangrilarimiz xohlaganlarini berishsin. Endi qo'yning qornidan uning hayot manbai bo'lmish jigarini olaman. Unga obdon nazar qilib, tangrilarimizning niyatlarini o'qiyman.
Mardux uning taqdiriga nimalar bitdi ekan. Nimalarni ko'ryapsiz, otajon? Ne bitiklar bor ekan unda. Mendan yashirmang. Qora bulutlar oy yuzini qoplab kelmoqda. Oy xudosi Manna yuzini, quyosh xudosi Shamash yuzini ham. Nuroniy yuzlar qorong'ilashmoqda. Bulutlar nihoyatda qora, zulmatli, dahshatli. Halokat yuz bermoqda. Yomonlik yog'ilmoqda. Tangrilarning haykallari yerga yuztuban yiqilmoqda. Hamma narsa ostin-ustin bo'lmoqda. Yo Tangrim, bu ne jumboq? Tangrilar yo'qolib bormoqda. Yo'qolib? Hamma tangrilar. Yana nima gap? Jigar sovib qoldi. Endi hech narsa ko'rinmayapti. Ey yaratguvchi zot. Ey yaratguvchi zot. Ey bashar yaratguvchisi. Ey bashar yaratguvchisi. Mening gunohlarimni kechir. Kechir mening gunohlarimni. Men agar tushlarimda adashgan bo'lsam-da, qalbim senga mangu ixlos qo'ygan. Mangu ixlos qo'ygan. Muqaddas safaringga ketaver o'g'lim. Bir guruh ikkinchi guruhga qo'shilmasin. Birinchi guruhga aslzodalar, arboblar, dindorlar, ulardan keyingi guruhga kambag'allar, beva bechoralar to'plansinlar. Qullar orqada qolsinlar, oldinga o'tmasinlar. Ey Butarosh, oldinga o't. Sen aslzodalar qatoriga kirursan. Ozar, Lo'g'al. Men yo'lda senga yeta olmadim.
Sen mendan 2 kun oldin yo'lga chiqqanding. Men seni shu yerda poyladim. Bo'lmasa Bobilga kecha yetgan bo'lardim. Mardukning dargohiga Tangrilar bayram bo'lmish yangi yil boshlangunga qadar yetib borishimiz kerak. Marduk haqida o'z fikrimni aytay, faqat jahling chiqmasin. Sen ilohlarimiz haqida yomon gap aytma. Men bilaman, axir u Sumari, mutaassib. Men Sumari-yu sen arabmisan? Ya, men Sumari emas, Sahroyi arabman. Urbon. Qanday qilib sen Sahroyi arab bo'lar ekansan? Agar bu seni xohishing bo'lsa, nima uchun hozir Mardukka qarshi chiqayapsan? Men Bobilga borib, bu yerda don-dun, chorva bilan savdo qilaman. Sen esa u yerda sanam yasab, yaxshi kun kechirishing mumkin. Ko'plar Bobilda turli savdo ishlarini ochmoqdalar. Qohillar shori Urg'alli esa u yerda odamlardan kelgan qurbonliklar va hadyalar bilan savdo qilib, yaxshi kun kechirmoqda. Men qaynotang Noxur bo'laman. Xush kelibsiz. Gapimni yaxshilab eshit. Sening oy kuning yaqinlashib qoldi. Qo'rqyapsanmi? Men xudolar panohidaman. Sening tug'ilajak bolangni yomon ko'zlardan yashirish kerak. Shuning uchun seni sahrodagi qarindoshlarnikiga ketdi deb aytmoqchiman. Sahrodagi? Bilasanmi? Bu yerning podshohlari arablarning yangi tug'ilgan go'daklarini qirish uchun qilich yalang'ochlab turibdilar. Ularning ajdodlari asrlardan beri bu yerlarda hukmronlik qilib keladilar. Arablarning Badr yerlaridami? Bugun kechasi menga Hanud shohining odamlari kelib xabar qildilarki, ular arablarning yerlarini bosib olib, dehqonlarni o'ldirganlar. Mol-mulklarni talab, podalarini haydab ketganlar. Men yulduzlarga qarab bildimki, ularning zulmi hali beri to'xtamaydi. Ajdodlarimiz Kildoniylik bo'lganlari uchun bizlarni Kildoniylar deb ataydilar. Ha, Kildoniylar deb. Kildoniylikmi? Shunday. Ular Sumariylar ustidan g'alaba qozonib, u yerlarda qolib ketganlar va ularning ustidan hukmronlik qilib kelganlar. Podshohchi, u qaysi nasldan? Podshohlar asli xudolardandirlar. Ular odamlardan ustundirlar. Bizlar podshohlarga ham, xudolarga ham sodiqmiz. Siz o'zingiz ham umr bo'yi podshohlarga xizmat qilib, sanam yasab keldingiz-ku. O'g'lingiz ham eng katta sanam yasagan mashhur ustalardan-ku. O'sha sanam
eng mashhur va buyuk Mardux timsoli emasmi? Sizni o'g'lingiz mashhur usta-ku. Agar podshoh qilichini yalang'ochlasa, do'stini ham dushmanini ham ayamaydi. Ustami yoki qilolmunga baribir. Tez bo'limi talli narsalarini yig'ishtir. Qayerga otajon? Maxfiy joyga. Bog'imiz orqasidagi pana yerga. Ey yaratguvchi, mening bu ishimga o'zing unum va baraka ber. Sovg'amni qabul et. Ey ko'zimning nuri, ey yaratguvchi, ey buyuk Mardux. Ulug' Mardux nomi bilan seni ulug'layman, ey buyuk Urg'allo, ey kohinlar sardori, ey xudolar sirni saqlaguvchi. Kel, sening ishingni ko'zdan kechiraylik. Marduxning bu ikki uzun qulog'i uning hikmatlarini batafsil bayon etib turibdi. Ey saodatli Urg'allo, men bu haykalni tugatay deb qoldim. Umidali. Otajon, meni kechiring. Sizni oldingizga chiqolmayman. Sizga ko'rinishdan uyalaman. Ayt, nima bo'ldi? Bironta ayolni chaqiraymi? Yo'q, keragi yo'q. Xavotir olmang. Bir nur meni ko'lim yoritib turibdi. Qalbimdagi shodlik meni tark etmayapti. Shu yurtalaga kirganimdan beri men yolg'iz emasman. Menda yolg'izlikni sezdirmaydigan bir kuch bordek. Men senga ovqat va suv keltirdim. Suv. Menga ovqatning keragi yo'q. Hamma narsa yetarli. Olib kelgan ovqatingiz va suvni hojati yo'q. Ey otajon, bir ko'rinmas kuch meni ruhan oziqlantirib turibdi. Men juda g'aroyib, xursand bir holatdaman. Tug'ilajak farzandim xosiyatli bo'lsa kerak. Qani endi sen qiz tug'sang-ku, bizdagi bu xavf va xatar yo'qolsa. Tangrilar tangrisining buyurgani bo'ladi. Podshoh tashrif buyuradilar. Tangri oldida hamma jim bo'lsin.
ey urg'allu, ey buyuk Tangri, sizlar bu yerga poklangani keldingizlar. Mana buyuk shohimiz ham ibodat qilish uchun tavoze bilan keldilar, buyuk Marduk qoshiga. Ey zamin hukmdori, men hech qanday gunoh qilmaganman. Seni ko'rishdan ham hech kimni mahrum qilmadim. Bobilni ham vayron etmadim, seni ziyorat etishlariga monelik qilmadim. Qo'rqma. Tangrilar seni umrbod muborakbod etib, dushmanlaringni yakson qiladilar. Tangrilar arablardan tug'iladigan har bir o'g'il bolani, umuman ularning naslini sening qiliching damidan o'tkazadilar. Arablar 4 asrdan buyon podshoh himoyasida kelyapmiz-ku desalar ham, ulardan tug'iladigan har bir o'g'il bolani qilichdan o'tkaz deb ko'rsatma beradi. Ulug' Marduk. Biroq qizlarni saqlab qol. Men ulug' Tangri ko'rsatmalarini bekami ko'z bajaraman. Toki arablarning shon shuhrati yo'q bo'lib ketsin. Chunki ular bizning madaniyatimizni yakson qildilar. Xudolarimizga itoat etmadilar. Ozar, ey arablar arabi. Kulma mening ustimdan, aslo kulma. Menga ziyon yetkazadigan narsalarni aslo eslama. Men arab emasman. Sumariylar bu mamlakatda eng xavfsiz kishilardir. Men ulardan ham emasman. Garchi arablar 4 asrdan buyon shu podshoh himoyasida erurmiz desalar-da, sen kimdan qo'rqasan? Xotining homiladormi? Yo'q. Agar qiz tug'sa, uni ibodatxonaga topshirasan va farzanding u yerda muqaddas ayollardan biri bo'ladi. Sen menga juda og'ir hazil qilmoqdasan. Qara bunga. Men buni 10 tangaga sotib oldim. Ulovimni esa 20 tangaga sotdim. Bir ulovni puliga 2 joriyami? Podshoh Marduk oldida ibodat qilib bo'lgach, odamlarning ibodatxonada nimalar haqida pichirlashganlarini eshitdingmi? Yo'q, ular nima deb pichirlashdilar? Aytishlaricha podshoh Marduk oldida ibodat qilar ekan, ko'zidan yosh ham oqmadi. Urg'allu podshohning qo'lidan tutganda uning qalbi yumshamadi ham. Ha. U yomon ish qildi. Aytishlaricha Tangri podshohning ibodatini ham, qurbonligini ham qabul qilmagan. Bu yil vabo yili bo'larimish, podshohga ham, butun mamlakatga ham og'ir bo'ladi.
Umidalla. Umidalla. Nega javob bermaysan? Shu yerdaman otajon. Nabira muborak bo'lsin sizga. O'g'ilmi, qizmi? Otajon, kiring. Yoki men sizni oldingizga chiqaymi? Yo'q. Men o'zim qanday qorong'u zulmatda orqaga qaytib yerto'ladan bir darcha ochaymikin, toki bu yerga ham quyosh nuri kirsin. Bir eshik qurib berayki, toki bag'rimizga shamol tegsin. Otajon, kiring. Sizni nurli yuzlaringizni ko'ray. Sog' salomatligingizni bilay. Mana nabirangiz. 4 muchasi sog', omon. Qarang. U xuddi to'lin oyning o'zi-ya. Ismini Nahur qo'y. Mening nomim saqlanib qolishi uchun uning ham ismi Nahur bo'lsin. Bu ism biz uchun juda ulug'dir. U doimo qalbimizda. Biroq Nima biroq? otajon, o'g'lingiz ham men bilan gaplashganlarida birinchi o'g'il farzandimizni ismini Nahur qo'yamiz deb kelishgan edik. Endi nima bo'ldi? Men yaqinda tush ko'rgan edim. Unda bir ovoz menga o'g'lingni ismini Ibrohim qo'ygin deb aytdi. Xafa bo'ldingizmi otajon? Ibrohimdan keyingi o'g'il farzandimizni ismini albatta Nahur qo'yamiz. Eng kichik farzandingizni hurmatiga Nahurdan keyingisini G'aron deb ataymiz. Shu kungacha biror kimsaning nomi bunday atalgan emas. Abraham, Ab, ota, Rahim, Abraham, Ibrohim. Ibrohimning ma'nosi nima ekanligini bilasanmi? Ma'nosi bo'lajak avlodlar otasi. U onalar va qabilalar otasi ham demakdir. Bir nasldan tug'iluvchi ota-onaning otasidir. Bu bepoyon sahro qumliklari tugab, o'z manzilimizga yetishimizga ham oz qoldi. Tangrilarga shukr aytish kerak. Ey xo'jam. Yaxshi keldingizmi? Bekang shu yerdami? Bekang. Bekam yo'qlar. Qayerdalar? Ular haqida Xo'sh. Ular haqida hech kim hech narsa ayta olmayapti. Otam qayerdalar?
ular o'sha yerdalar. Otajon. Ozar. Yaxshi yetib keldingmi? Otajon. Umidtalla qayerda? Eshiklarni berkit. Yonimga o'tir, aytib beraman. Aytishlaricha Ibrohim alayhissalom 3 yoshga yetgunlariga qadar onalari bilan yer to'lada yashaganlar. 3 yoshga yetganlaridan keyin onalari ularni yer to'ladan tashqariga olib chiqdilar. U kishining jamolidan butun yer yuzi, jamiki jonzotlar nurga to'ldilar. Ibrohim alayhissalom onalaridan so'radilar: "Bu borliqni kim yaratgan?" Bu narsalarning hammasini yaratgan seni o'zing. 2 ko'zing, 2 qulog'ing, 2 qo'ling va 2 oyog'ing. Ibrohim Halilulloh so'radilar: "U holda meni kim yaratdi?" Men onang Umidalla seni yaratdim. Dedilar: "Sizni kim yaratdi?" Buvang. Dedilar: "Buvamni kim yaratgan?" Podshoh. Dedilar: "Podshohni kim yaratgan?" Bas qil, ko'p savol beraverma. Tangrilar o'zlarini o'zlari yaratganlar. Ey Ibrohim, Tangri Marduxning quloqini olib ber. Ibrohim Halilulloh otasiga Tangri Marduxning quloqini uzatar ekanlar, shundoq dedilar: "Otajon, bu 2 quloq xuddi eshakning quloqlaridek juda uzun-ku." Ey bo'tam, ilohlar haqida bunday yomon so'zlarni aytma. Bu ilohlar ilohi Marduxdir. Bu 2 uzun quloq odamlarni dard alamlarini eshitish uchundir. Dedilar: "Otajon, nima uchun bu tangrilarga sajda qilasizlar?" Chunki ular bizlarni yaratib, rizq-ro'z ato etganlar. Dedilar: "Biroq otajon, siz uni o'z qo'lingiz bilan yasayapsiz-ku. Siz uni har kuni yasaysiz-ku." Ey Ibrohim, yo'q. Men buni odam shaklida bir misol tarzda yasayapman. Ammo haqiqatda ilohlar osmonda o'z arshlarida o'tiribdilar. Sen menga hovlida o'tirganimizda osmondagi mushtariy yulduzni ko'rsatganing esingdami? Ha? Esingdami? Dedilar: "Ha, esimda otajon." U buyuk Tangri Marduxdir. Men yashayotgan bu haykal uning ramziy qiyofasidir, xolos. Ey Ibrohim, oyni ko'rdingmi? Dedilar: "Ha, otajon, ko'rdim." U bizning qahrimiz ilohidir. U Nanna, ya'ni oy ilohidir. Boshqa yerlarda uni Saym deb, u yoritgan yerlarni esa Sayno deb ataydilar. Quyoshni ko'rdingmi, ey Ibrohim? Ibrohim Halilulloh otasi so'zini tugamasdanoq so'radilar: "Ey otajon, nima uchun bu narsalarning hammasiga ibodat qilasizlar?" Ular bizlarni yaratganlar, rizq-ro'z berganlar va bizlarni qo'riqlaydilar. Ularga ibodat qilishga majburmiz. Dedilar:
Bu bir necha ilohlar behisob odamlarni yaratgan bo'lsalar, unda nega mana bunday ilohlarni yaratgan yagona, qodir, buyuk yaratguvchiga ibodat qilmaysizlar? Faqat ugina ibodatga loyiqdir. Bir ikki yil o'tsin, ulg'ayganingdan so'ng Marduk senga Tangrini tushunish qobiliyatini berganidan keyingina sen bu sirlarni mag'ziga yetasan. Mana bu derazadan qara, ey Ibrohim, qara. Sen katta bo'lganingdan so'ng mana bu ko'rinib turgan ibodatxona eshigi oldida men yasagan tangrilarni sotasan. Ular senga foyda keltiradi. Yulduz, ey buyuk yulduz, ey yaratguvchi, ey mushkullarni oson qilguvchi mushtariy yulduzi, ey yer osmonning tangrisi, ey buyuk tangri, tangrilar tangrisi Marduk. Ey bulutlarni keltirguvchi, yerga hayot suvini oqizguvchi, zamin va osmondagi ruhlar ham hamd va sano aytguvchi. İbrahim Halilulloh ibodatxonaga kirib, bu ibodatni diqqat bilan kuzatib dedilar. Bu shunday kuch-qudratga ega yulduzning sifatlarimi? Bu yulduz yer va osmonni harakatga keltirish kuchiga egami? U yomg'irlar yog'dirib, o'liklarni tiriltiradimi? Bu yulduzlarning qismati, kunduzlari qanday bo'ladi? Kunduz kuni g'oyib bo'lgach, tiriklarning holi nega? Ibrohim qayerda? İbrahim. İbrahim Halilulloh kirib keldilar va buvasiga yaqin kelib unga engashib shundoq dedilar: Ey buvajon, siz vafot etganingizdan so'ng qayta tirilasiz. Yo abadiy jannatga, yo abadiy do'zaxga mahkum bo'lasiz. Agar siz jannatni xohlasangiz, shu paytgacha sig'inib kelgan barcha butlaringizdan voz keching va haqiqiy yakka-yu yagona yaratguvchi buyuk haqqa sig'inib la ilaha illalloh deb kalima keltiring. Allah